Jigarlarim, bu videom oxirgi video bo'ladi, chunki men o'sha videolarim uchmayapti. Yetmagan yeriga ustimdan ikkita jalbagan kelib tushgan. Men xullas faoliyatimni bu kanalda ponni to'xtatmoqchiman. Ikkinchi kanal ochdim. Uni qayerdan topasizlar? Telegram profilimga o'tsanglar, silkasini qo'yib qo'yaman. O'sha yerdan o'tib ko'rasizlar. Xullas umuman boshqacha kontent qilmoqchiman. Unaqa boshqacha video. O'zi kanalim bo'lmayapti o'zi. Har xil narsalar qo'ydim. Endi hamma xato qiladi-yu. Videolarim aralash quralash bo'lib ketgan. Videoni o'chirib tashlasa bo'ladi deyishinglar mumkin, lekin qancha o'chirib tashalsa, video shuncha menga minus-a. Hozir hammaga minus. YouTube'da shunaqa o'chirish kerak emas, o'zi tegi turishi kerak. Agar o'chirib tashlasangiz, uni bitta aktiv o'chiraveradi u. Shuning uchun ikkinchi kanal ochdim. Umuman boshqacha video qilaman. Arabanli zo'r video bo'ladi. Umuman boshqacha bo'ladi. Bu kanalni xullas faoliyatini to'xtatmoqchiman. Nima deysizlar, bu kanalni ham yurg'izmaymi yoki umuman yurg'izmaymi? Kommentariyada fikrlaringizni qoldiringlar. Hammalarga rahmat. Faoliyatimni to'xtataman bu kanalda jigarlar. Rahmat ko'rsatganlarga. Ular ikkinchi kanalga o'tirasizlar jigarlar.